Hammaga salom do'stlar. Men sizlar bugun mana shu sizlarga Minecraftda mod qo'shishni o'rgataman. Bunga kirasizlar. Mana bu yerda narsalar bor, har xil mod qo'shasiz. Mana bu ham bor, bu ham bor, bu ham bor, bu ham bor. Qaysi deysizmi bor? Ana ko'rib turibsiz. Ana men hozir bitta mashina modini olaman. Mashina yoki har xil modlar olaman. Bitta bunaqa modlar ko'rib turibsiz. Mana anime bosish. Ana har xil ko'pala modlar. Shuni sketch qiling. Qayoq? Qaysini? Shuni sketch qilay. Mashinani sketch qilaymi? Qaysisini sketch qilay? Shunisini sketch qilay. Hozir. Mana mana hozir zagruzka bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Mana bu yerda ham modlar har xil. Mana bu yangi mod chiqqan. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bo'lmayapti. Hozir bo'ladi. Bunga bo'lish kerak. Like bosib qo'yaman. Mana bo'lyapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana Donald Trump Amerikasi bugun hattoki Putinga yaqinroq va ko'pgina masalalarda bizga qarshi ham. Lekin sizlar Yevropa ittifoqi ana shu bo'ladi. Nimadan bunchalik qo'rqyapsizlar? Nega bu qadar sustkashlik qilyapsizlar degan bir pozitsiya. Bu asta bo'ladi chunki hozir Zelenskiy Davos forumida ro'parasida 1 yil oldin ham chiqish qilgandi. Bu paytda Donald Trump endi saylovlarda g'alaba qozonib, astagina prezidentlik vakolatlarini to'liq qo'liga olishga ulgurmagan edi. Ya'ni o'rtada qoldi va Yevropa ittifoqi o'sha paytda bayonot bergan ediki, mana hokimiyatga Donald Trump kelyapti. U Ukrainaga qarshi, u Zelenskiyga qarshi, chunki saylov kampaniyasida qarab turinglar. Zelenskiy dunyodagi eng katta, eng zo'r biznesmen. Mana bu sizlarga va Minecraft bo'lishi kerak. Mana rasmga olib tashlayman. Bo'ldi. Yaxshi tushungan ediki, Donald Trump Amerikasi Ukrainaning tarafida bo'lmaydi. Ukrainaning homiysi bo'lmaydi va shuning uchun asosiy umidini Yevropaga qaratgan edi. Va oradan 1 yil o'tib Zelenskiy aytayapti, mana o'rtadan 1 yil o'tdi. Hozir sizlarga mana bu modni nima qilish bo'lmasam harbiy byudjetimizni tasdiqlaymiz va Lucky Block mana mena ko'rasizlar.
Zelenskiy ayni Mana paytda bu Rossiyaning Lucky ittifoqchilari Oni blog chiqadi bana. Ironni ham tanqid qildi. Mana Eronda yaqinda ommaviy Ekrancha namoyishlar bo'ldi. ko'rasizlar. O'sha namoyishchilarni yetarli darajada Ko'ryapsizlar mana. quvvatlamadalaring dedi. Mana shu narsa menga yoqmadi masalan. Tak. Zelenskiyning pozitsiyasi Bo'lyapti. pozitsiyasi bo'ladigan bo'lsa, shu paytga qadar Zelenskiy Ha, Isroilning bo'lyapti. 60 mingta, 70 mingta begunoh falastinlik o'limini Ana. tanqid qilish kerak. Kir. Qilgan yo'q. 20 mingta yosh bolani o'limini tanqid qilish kerak. Qilgan yo'q. Mana Ya'ni bu kirdik. yerda Zelenskiy Ukraina prezidenti Girdik sifatida ijtimoiy emas, uyda endi yurist sifatida bayonot biroq beryapti deb o'ylayman. ana shu narsalar beradi, boshqa narsa bermayapti. Aynan mana shu endi Shu Lucky blog qiladi. Mana bu ijtimoiy belgilanıyor. Mana yana shu rejimda. Sizda do'stlar, bunga bunday qilib olamiz. Shu mana moda bo'ladi. Shu Lucky blogning moda bo'ladi. Hammaga xayr. Do'stlar, sizlar bilan ancha tinch bo'ldi. Xayr.